Mana bu jersey qutisidagi futbolkalarni shoshilib olib qo'ymasligingizni maslahat beraman. Hozir sizlarga bitta jinni ma'lumot aytaman. Miyela perezagruska bo'lib qoladi. Assalomu alaykum, sizlar bilan Rahmat Fly. Ma'lumotni aytishimdan oldin mujik bo'lib kanalga bir dona obuna bosib qo'ying. Biz 1 milliard obunachi bo'lishimiz uchun aynan sizning obunangiz yetishmayapti. Global PUBG Mobile ga qo'shilgan mana bu jersey qutisidagi futbolkalarni olish uchun ataga sizda 2 dona imkoniyat bor. Ya'ni 7 ta futbolkadan 2 donasini olishingiz mumkin va 7 ta futbolkadan 5 tasini akkauntingizga olishingizning umuman iloji yo'q. Bu bilan nima demoqchiman? Agar siz O'zbekiston, Portugaliya yoki Argentina terma jamoalarining futbolkalarini oladigan bo'lsangiz, qolgan 5 ta futbolka bir necha yillardan so'ng old bo'lib qoladi, xuddi Missiyabi va basketbol setlari kabi. Eng muhim joyi jersey qutisidagi bu futbolkalar PUBG Mobile ga bundan keyin hech qachon qaytib kelmaydi. Va PUBG Mobile o'ynaydigan o'yinchilarning 90% hozirda Portugaliya va Argentina terma jamoalarining futbolkalarini olishmoqda. Menimcha siz nima demoqchi bo'lganimni tushundingiz. Agar siz shunaqa ma'lumotlarni o'tkazib yubormay desangiz, hoziroq kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.